Xo'p. Demak, birinchi iqtibosimiz Ryan Holiday Courage is Calling kitobidan juda zo'r hikoya bilan chiqib keldi bu iqtibos. Sanashingdan avval ular doim ko'p ko'rinadi. Ajoyib iqtibos. Bu iqtibosni tushuntirish uchun kitob postdagi hikoyani tushuntiraman. Ulyas Grant degan o'sha general bo'ladi. Bu o'sha ispaniyalik general va Sharqiy Texasda 19-asrda Sharqiy Texasda kechasi o'zini jamoasi, ya'ni askarlari bilan hindulardan qochayotgan bo'ladi. Kechqurun, tasavvur qiling, o'rmon, Texas. Ular hali yaxshi bilishmaydi. Amerika qit'asiga yaqinda kelishgan va hindulardan qochib ketayotgan bo'lishadi. Qo'rquvda, charchagan, hamma yog'i loy, ovqatlarining zapasi tugagan va ana shu momentda bo'rilarni uvillagan eshitilisha boshlaydi. Va Colonel Grant qo'rqib ketadi. Voy, tamom bo'ldik, bo'ldi deydi. Bizani hozir o'zi zapaslarimiz tugagan, o'zi charchaganmiz, o'zi qo'rqib turibmiz va qorong'ida endi bizni bo'rilar yeb tashlaydi deb nolishni boshlaydi. Bu nolishini ko'rgan undan ham kattaroq ofitser bo'ladi. O'sha jamoada va u ofitser Grantga qarab aytadiki, "Qara," deydi Grant, "nima deb o'ylaysan? Shu hozir orqamizdan kelayotgan bo'rilarning soni nechta?" deydi. Endi bo'ridan qo'rqqanini, kam bo'ridan qo'rqqanini bilmaslik uchun Grant aytadiki, "Bir 20 ta bo'ri kelyapti orqamizdan" deydi. Keyin ofitser, yoshi kattaroq ofitser, tajribaliroq aytadiki, "Yur, boramiz oldiga" deydi. Shu bo'rilarni oldiga, orqaga qaytamiz. Biz orqamizdan kelayotgan joyga boramiz deydi. Grant aytadi, "O'limni bo'ynimizga olamizmi? Bo'ldi, taslim bo'lamizmi?" desa, "Yo'q" deydi. "Yurgin, men senga dars ko'rsataman" deydi va askarlar bilan hammaligi, o'zi ko'p bo'lishmaydi, o'sha kichkina 5-10 kishilik jamoa bo'ladi, orqaga qaytishadi. Orqaga qaytib ko'rishsa, uvillayotgan bo'rilar 2 dona bo'ladi. 2 dona bo'ri va ular ham askarlarni ko'rib qochib ketadi. Va shunda Grant o'zini hikoya qilib berish bo'yicha u hayotiy dars oladi bitta katta. Nima darski? O'sha kolonel, ya'ni o'sha uni general aytadiki, uni kattaroq qo'mondon aytadiki, "Sanashingdan avval ular doim ko'p ko'rinadi" deydi. Ya'ni sen o'sha yerda nechta bo'ri ekanini bilmading o'zing taxminan 20 ta deding, lekin kelib turib orqaga qaytib sanasang 2 dona ekan va u 2 dona ham kelganingda qochib ketdi deydi. Biz hayotimizdagi bir qiyinchiliklar, bizga nisbatan bo'lgan noto'g'ri izohlar, bizga nisbatan bo'lgan tuhmat, bizani kimdir orqamizdan yomon gapirishi yoki ishimizni noto'g'ri deb bilishlar, yomonlashlarni eshitganimizda qalbimiz yomon his qiladi, o'zini yomon his qiladi. Men ham o'sha ijtimoiy odamman, baribir, ya'ni qanaqadir roliklar chiqaraman, qanaqadir maqolalar yozaman, ora-orada negativ narsalar baribir bo'lib turadi va shu holatda mana shu voqeani endi esimga olaman. Chunki hop, nechta ekan shunaqa voqea? Nechta noo'rin komment? Nechta ekan o'sha yoqtirmayotgan insonlar? Nechta ekan o'sha bizni ish qilayotgan, ishimiz yoqmayotgan odamlar? Shuni sanash kerak. Sanaganingizda unaqa ko'p emasligini tushunasiz. Bizni holatimizda bir voqea bo'lganda, bir bog'cha, biz bog'cha yurg'izganmiz, Yunusobod tumanida katta bog'cha edi va bir kuni mudiramiz nolib kelib qoldi, ya'ni baqir-chaqir qilib, jalbaqlab kelib qoldi. "Hey, Azbey," dedilar. "Nima?" dedim. "Bolalarni basseynga tushirmasak bo'lmaydi, har kun cho'miltirishimiz kerak ekan." "Iloji yo'q" dedim. "Qanaqasiga bolalarni har kun cho'miltirib bo'lmaydi? Bir haftada 2 marta tushish kerak, 3 marta tushish kerak, 1 marta har kun bo'lmaydi." "Yo'q, ota-onalar qo'ymayapti, janjal qilib tashyapti, gruppada yozib tashyapti." Men keyin aytdim, "Nechta odam yozyapti? Kim so'rayapti basseyn? Basseyn bu har kun tushadigan joy emas. Bolalar shamollaydi, bolalarning terisi dam olish kerak. Ko'p hamma yozib yotibdi. To'xtang" dedim. "Keling, gruppani ochamiz, qaraymiz." Qarasak, bir dona ota-ona 3 marta so'ragan ekan. Ana shu narsa ular ko'ziga katta bo'lib ko'rinib, bechora bolalarni har kun basseynga tushirishga qaror chiqarmoqchi bo'lib turishgan ekan. Bu narsalar ko'p bo'ladi. Negativlar oldimizda bo'ladi. Bitta odam korrupsiya bilan qo'lga tushadi, hamma yoq korrupsiya ekan deb o'ylashni boshlaymiz. Bitta odam bizni yomonlab qoladi, bizni hamma butun dunyo yomonlab qolgandek, yomon ko'radigandek tuyuladi. Bitta odam haqida bitta negativ eshitamiz va uni hamma yomon ko'radi deb o'ylaymiz. Yo'q, sanash kerak bo'ladi. Ya'ni xuddi shu Colonel Grant yoki General Grant qilgan xatoni qilmasligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni iqtibos shundan iboratki, sanashingizdan oldin ular ko'p ko'rinaveradi. Ya'ni biror narsa keldi oldingizga, hamma shunaqa deb aytdi sizga kimdir. Yoki butun hamma o'tib ketib bo'ldi deb aytdi. Yo'q, kelinglar, sanaylik. Sanasak, hammasi o'z joyiga tushadi.